Musulmon kishi o'zgalarga zulm qilmaydi. Zulm nima degani desa, bir odamni beayb bo'lgan holatida siz unga kuch ishlatasiz. U kuchsiz, u hech kimga dodini ayta olmaydi, shikoyat qila olmaydi ustingizdan. Siz juda ham kuchlisiz. Sizni odamlar nomiz etilinganda o deydi masalan-da. Sizni odamlar otingizni eshitsa o deyshadi. Shunday odamsiz, hech kim sizga mushigingizni pishdiya olmaydi. Shunday vaziyatda siz endi bir ustani ishlatdingiz. Ustani ayni pulni beradigan vaqt kelganda siz o'sha pulni berishlikdan qochishlik uchun har xil kirdikorlar o'ylab topasiz. Ana aytib unaqa bo'lib qopti, bu yog'i bunaqa bo'lib qopti, bir tiyin pulni olmaysanlar, tur yoqonlaring, ketlaring. U ketayotgan odam nima qiladi? Yolg'izni yori Xudo degan gap bor. Yolg'izni yori Xudo. U shikoyat qila olmaydi hech kimga, birorta odamga borib ustingizdan shikoyat qila olmaydi. U nima qiladi? Ey Robbim deydi, shu uylarni bitirib berdim, ta'mirlab berdim, oqlab ko'klab berdim, haqqimni bermadi. Bu haqqim qoldi, senga topshirdim deydi. Shuni bilib qo'yaylik birodarlar. O'sha uylarda hech qachon yaxshilik bo'lmaydi. Birovning haqqi evaziga qurilgan uylar, imoratlar bularni hech qaysi yaxshilik olib kelmaydi. Hech qanaqa o'sha uyda to'y, tomosha, aqiqa bunday narsalar bo'lmaydi.